mana shu hozirgi chiqqan so'lni chakib qilib o'zini onasiga oyoq ko'targanini eshitgan. Sizni tajribangizda shunaqa insonlar bo'lganmi? Shu tan olmasdan yo'q, bu normal holat, menga yoqadi bu. Albatta. Bo'lganmi? Albatta. Hali-haligacha Qaytmaydigan. Asosiy qismi shundan iborat. Asosiy qismi siz aytayotgan narsadan iborat bizning ishimizda. Bizning ishimizda insonni otritsiyasi bilan ishlashimiz kerak. Ongidagi защитный mexanizm bilan ishlashimiz kerak. Ya'niki защитный mexanizm vazifasi nimadan iborat? Haqiqatdan himoya qiladi. Yon atrofdagi haqiqatni har qanday yo'llar orqali rad qiladi. Shunaqa insonlarni qanday o'sha reabilitatsiyaga olib kelsa bo'ladi? Men sizga berkitib aytaman bu narsani. Hech qachon qaram inson o'z oyog'i bilan birinchi navbatda borishni xohlamaydi. Bu 70% da olib hisoblaydigan bo'lsa. Chunki qanaqa qilib lazzatdan voz kechadi. Boshqalar haqida u o'ylamaydi o'sha payt. Men o'zim tajribamda ko'rganman, zo'r majburlash orqali olib kelinganlarni ham ko'rganman. Ota-onasi yaqinlari tomonidan. yoki to'g'ri tushuncha bilan haqiqatdan charchab ketib kelganlarni ham ko'rganman. O'sha oilasini yo'qotgan, farzandini tovutini ko'targan. Shu narsalar orqasidan. Mana shu hozirgi chiqqan so'lni chakib qilib o'zini onasiga oyoq ko'targanini eshitganman. O'zini onasiga oyoq ko'tarib tepgan, turtkilagan odamni eshitganman. Ko'zimni oldida o'tiribdi shu живой пример. Onasi ham, bolasi ham o'tiribdi. O'shaning uchun aytaman, ko'pchilik xohlamaydi. Lekin men aytib qo'ygan bo'laman, shunchaki xohlash. Shunchaki bir marotaba hayotida harakat qilib ko'rish.